Davlat universiteti studentskiy bileti va bu universitetni zaochniy forma обучениесida bitirib, budjet asosida o'qishni tugatayotgan Doniyor aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudo xohlasa endi siz bugun diplom zashta qildingiz. Qildim, Xudoga shukr. Nechinchi yil o'qishga kirdingiz? 2021-yil o'qishga kirdim. Kim orqali? O'shanda sizlar orqali kirdim. O'shanda ishonmay, oxiri nima bo'ladi, Arslonbek bunday aka qo'rqmang dedingiz. Shundan kirdim. Mana 5 yil shunday o'tib ketdi. Diplom zashta ham qildik. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Preobrazovaniyaga ming rahmat. Buning uchun oldin ishonmadik, lekin hammasi ishonarli. 4 yil, mana 4 yil va 7 oy davomida yonimizda bo'ldingizlar. Hamma problemalar, qanday problema bo'lsa hammasini yordam berdingizlar. Kursdan kursga o'tish, bonus semestr o'qish, hammasida yordamlaringiz tegdi. Buning uchun katta rahmat sizlarga. Bugun mana diplom zashta qildim. Men hozir hissiyotim ichimga sig'mayapti. Buning uchun mingdan ming rahmat hammasiga, sizlarga ham rahmat, kollektivga ham, Bahodirjonga ham rahmat. Shu bilan birgalikda nima qildik? Ilhomjon bilan oldin hammasiga mingdan ming rahmat. Zaochniy bo'lgani uchun 4 yil 7 oy o'qidim. Boshidan oxirigacha yordam berdingizlar. Buning uchun katta rahmat. Boshidan oxirigacha yonimizda turdingizlar. Men qaysidir semestrda O'zbekistonda turib topshirdim onlayn topshirdim. Qaysidirini birgalikda ofisda topshirdim. Hammasida yonimda bo'ldingizlar. Necha pul kontrakt to'lab o'qidingiz? Kontrakt budjetli variantda Budjet o'qidim, asosida. kontrakt to'lamadim. Ya'ni zaochniyda budjet asosida o'qisa bo'ladi. Zaochniyda budjet asosida o'qisa bo'ladi. Rossiya territoriyasida qanday yurdingiz? Ham ishlab, ham o'qidimda. Ish patent asosida bo'ldimi? Patent asosida ishladim. Patent asosida ishlab, ham o'qidim. Ishimga ham xalaqit berganim, ikkalovini ham bir xil olib bordim. 5 yil shu qanday o'tib ketganini bilmay qoldim o'zim. Nimaga sizga diplom kerak bo'lib qoldi? Rockstar ishlardim, ofisida. U yerda proverka bo'ldi, nima bo'ldi? Keyin bizni diplomimiz nima qilmadi? Sizning diploming yo'q ekan deb nima qilishdi. O'shandan keyin men o'sha yili kelib, Crocs nimada adil kadr bo'lib ishlardim men. O'sha yili kelib topshirganman. O'shandan keyin u yerdan chiqib ketib, hostelda administrator bo'ldim. 3,5 yil hozir ham administratorman, lekin boshqa hostelda. Ishimga hech qanday xalaqit bermadi. Shu diplom ish uchun kerak bo'ldi. Lekin oldin ishonmadim, lekin katta yordam qildi. Shunday qiyinchiliksiz bitkazib oldim, zo'r bo'ldi. Ya'ni bizga ishonsa bo'ladi. Ishonsa bo'ladi, taklif qilaman. Sinfdoshlarim aytishdi, sen deydi 35 40 ga kirganda nima qilasan o'qib deydi. Hozir men 36 yoshdaman-da. 36 yoshdaman. Men aytdim, diplom zarar qilmaydi dedim. 30 dan keyin nima qilasan o'qib deb ko'p odam aytdi. Men aytdim, diplom zarar qilmaydi. Mana 5 yil o'tdi, ham ishladim, ishimga ham zarar qilmadi. Shu ishim ham bo'laverdi, diplom ham o'qish ham bo'laverdi.